Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholini biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2023-yil 30-yanvardagi PQ 39-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tuman oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 2025-yilda hokim yordamchilari tomonidan tumanimizda 13.7 milliard so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratilishi belgilangan. Shu jumladan bu holatda yil boshidan sektorlar kesimida ma'lumotlar qilib borildi. Sababi unda sektorlarimiz tomonidan belgilangan vazifalarga qo'shimcha sektor rahbarlari tomonidan nazorat qilinib amaliyotda tatbiq etilganligi uchun birinchi chorak to'liq sektorlar bilan ishlaganmiz. Sektorlar kesimida ma'lumotlar tayyorlaganmiz. Bu borada rejalashtirilgani birinchi sektorda 4 milliard ondan 1 milliard so'm, ikkinchi sektorda 2,8 milliard so'm, uchinchi sektorda 4,4 milliard so'm, to'rtinchi sektorda 2,4 milliard so'mlik imtiyozli kredit resurslari maqsadli yo'naltirilish uchun ajratilgan. Joriy yilning yanvar-mart oylari davomida hokim yordamchilari 586 nafar fuqarolarni hamda tadbirkorlar subyektlarining arizalari kelib tushgan o'rganib chiqqan. Shundan yanvar-mart oylarida hokim yordamchilari to'liq ushbu 586 nafar fuqaro va tadbirkorlarga 7,8 milliard so'mlik tavsiyanomalar berilgan. Jumladan birinchi sektorda 153 nafar, ikkinchi sektorda 144 nafar, uchinchi sektorda 191 nafar, to'rtinchi sektorda 101 nafar fuqarolarga jami bo'lib 7,8 milliard so'mlik tavsiyanomalar berilgan. Berilgan tavsiyanomalarga asosan tijorat banklari tomonidan 488 nafar fuqarolarga 6,4 milliard so'mlik imtiyozli kreditlar ajratilgan. Jumladan birinchi sektorda 107 nafar 1 milliard 627 million, ikkinchi sektorda 123 nafar 2 milliard 221 million so'm, uchinchi sektorda 156 nafar 1 milliard 671 million, to'rtinchi sektorda 82 nafar 844 million 7 million so'mlik hokim yordamchilari tomonidan tavsiyalar berilgan. Shundan issiqxona yo'nalishida 24 nafar fuqarolarga 468 million, asarlarchilik yo'nalishida 17 nafar fuqaroga 330 million so'm, hunarmandchilik yo'nalishida 54 nafar fuqaroga 564.3 million so'm, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun 31 nafar fuqarolarga 417.5 million so'm, chorvachilikni rivojlantirish uchun 156 nafar fuqaroga 2 milliard 778.4 million so'm, boshqa yo'nalishlar bo'yicha 206 nafar fuqaroga 1 milliard 839 million so'm kreditlar ajratilgan.